Bugünkü savdalarımızdan xudo xolasa başladık. Dükkanda klientlerimiz köp. Sizlere bemalol kelaverasizlar xudo xolasa. Köpçilik adam tushunmay turibdi ekan. Nasiya savdo nechik bo'ladi deganlar uchun dükkanımıza kelib turib, g'olini tanlaysan necha so'm bo'lsa, shuni o'zini 12 ga bo'lib to'laysiz. Bu nasiya savdo Liboy dükkanda bor, pasport plastika. Lekin Liboy yerdan Liboy vas xarid etsang, mashinasanga masalan shu vas 3 million bo'ladigan bo'lsa, 4 million 4,5 million so'm bo'lib ketadi. Uy joydan ham shuningdan bo'lib ketadi. Biz ana dükkanımıza kelib xarid etsanglar, necha so'm bo'lishidan qat'iy nazar o'z narxini bo'lib to'laysiz. Endi har xil o'lchamda bor, assortimentlarimiz ko'p. Ikkinchi etajda tayyor g'ollarimizdan ham bor. Hozir dapiga chiqib bir qator dapadaylar ham donishtirib ko'rsatib o'tamiz xudo xolasa. Ikkinchi etajdan ham klientlarimiz ko'p. Kimga zo'r sifatli g'oli kerak bo'lsa, bemalol do'konlarimizga kelaverasiz. Yana klientlarimiz bor, xaridlar turibdi. Banka aralashmaydi. Üstüne hech qanday üstüne faiz, peyna sena minmaydi. Liboyni xudo xolasa arzora qatib barabaramiz. Assortimentlarimiz ko'p. Yana bir aytib o'tamiz, dükkanımızı kelib turib, gilan tanlaysizlar, o'zi reklama shart emas. Endi ko'p odam telefon qilib turibdi, boshqa turibdi. Bir olgan odam yana ham kelib turibdi. Undan tashqari qarindosh to'g'onlarni ham reklama qilib, kelib turganlar dim ko'p, xudo xolasa. Sizlar ham bemalol kelaverasizlar. Bir oydan 12 gacha o'zlaringiz bilan kelishib turib, nasiya savdo orqali xarid etib ketaverasizlar, xudo xolasa. Yana assortiment ko'p. Yine palvonlar ham yurtdi olalaman deb. Ishqilib, hozir dapiga chiqamiz, bir qator ko'rsatamiz. Hammasi sizlar xohlagan tartibdan, bizda yolg'on guring yo'q. Klientlarning o'zlari ham turibdi. Banka aralashmaydi. O'zlarimiz bilan kelishasizlar, o'zlarimiz nasiya savdo qilib beramiz. Hech qanday ustama foiz minmaydi. Hozir dapiga chiqib bir qator klientlarimiz bor, ko'rsatib, donishtirib o'tamiz xudo xolasa. Ben klientlarimiz ham kelib, 10 necha millionlik g'ol xarid etib turibdi. Hammasini xudo xolasa arzon narxda bahosini zo'r atib beraveramiz. Eng asosiy necha so'mga kelmasanglar ham o'z narxini bo'lib to'layverasizlar. Yuvib siqib ishlataverasizlar. Yay. Bunda boshqacharoq dizaynlardan ham bor. Enina 3, uzunligina 5 metrlik gilam. 1 kvadrati 120 ga o'tdik. Bir katta gilamimizning durishi 1 million 800 ming so'm pul oladi. 12 aya bo'lib tashimiz oyina 150 ming so'mdan to'lab turib, gilamlarimizni xarid etsanglar bo'ladi. Yana bu boshqacharoq dizaynlari. Ko'p odamlar oq sveti ma'qul o'tiribdi, oq sveti yoqib turibdi. Shu uchun sizlar uchun olib kelamiz, xudo xolasa. Bu o'zlarimizdan ham kelasizlar, sirazi ishlaringizni bitirib beraveramiz. Sifatlari zo'r aytganimiz deyin. Qonun yomon emas. Eng qiziqlisi, eng zo'ri 12 ga berib, holni olib ketasan, uyni do'shisan, oyma-oy bo'lib to'lab yuraverasan. Eng ham qiziqlisi 150 ming so'mdan nerda bor? Fakat gilamlar 300 dükkanında bor. Manzillarimizni eslatib o'tsak, manzillarimiz Urganch shahrida eski mashin bozori yonida bo'ladi. Dükkanlarimiz. Ekranda telefon nomerini yozib qoldiramiz. Adres bo'lsa, bemalol uyalmay, chekilmay uraverasizlar, xudo xolasa. Joy namozimizdan ham kabar. Bu ajimiz ham oyna 150 dan to'lab turib, xarid etib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa. Keyin ko'pchilik yurtdoshlarimizga g'olini sotib qo'yib, joy namoz beramiz deb aytib qo'ygan joy namoz qarzlarimiz bor edi. Sizlar uchun olib keldik, xudo xolasa. Bizdan g'ola olib qo'ygan klientlarimiz bemalol kelsa bo'ladi. Beramizda qo'yganlarimiz ko'pchilikka berdik. Shunday besplatni beramiz, xudo xolasa. Soni ko'p emas, bir 50 dana joy namozimiz keldi, xudo xolasa. Hammasini tekin beramiz sizlar uchun, xudo xolasa. Hamma sharoitlar xalqimiz sizlar uchun. Assortimentlarimiz ko'p. Umirbek kvadrati 200 lik hollardan ham bir qator ko'rsat. Kvadrati 200 likni o'tamiz endi. 200 ming so'mdan zo'r gilamlarimizdan ham akka ko'pimiz ipak deysizmi, xibo tovar deysizmi, hammasidan ko'rsatib bir qator donishtirib o'taveramiz. 3 metr 4 metrlik gilam, sochaq bor, qo'za bor, обязательный 12 kvadrat. 1 kvadratni 200 ga ko'paytirasiz, ishi g'olimizning tan narxi kelib chiqadi 2 million 400 ming so'm. Oyina 200 ming so'mdan to'lab turib, bu gilamlarimizni xarid etib ketsanglar bo'ladi.
Agarda sizlarning razmerlaringiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, shunga qarab pullarini hisoblab beraveramiz. Eng osoni, eng qiziqlisi 12 oydan ham shu 2 million 400, 3 million 4 million bo'lib ketmaydi, xudo xolasa. Bizdan g'oli olib yurgan xaridorlarimiz, klientlarimiz o'zi biladi. 3/6 18 kvadratlik kilam. Har bir kvadrati 200 ming so'mdan bo'ladi, xudo xolasa. 18 ni 200 ga ko'paytirsam 3 million 600 ming so'm kelib chiqadi g'olimizning tan narxi. Shunda oyina 300 ming so'mdan to'lab turib, o'lli bir zola yetadan gilam osonlab bo'ladi. Bularda endi qalınlığı qalın, ham bo'sh. Sam yonboshida sochaq qo'sha bizga tini bo'ladi. Endi ipaklarimizni o'tamiz. Mana qaranglar. 3 metr 6 metrlikni ipak gilamlarimiz sifati zo'r, bemalol yuvib siqib ishlataverasizlar, xudo xolasa. Rangini ham o'zgarmaydi, ustidan musiringlamaydi. 1 kvadrati 200 ming so'mdan bo'ladi. Oyina 300 ming so'mdan to'lab turib, bu gilamlarimizni xarid etsanglar bo'ladi. Yo'q, mana zalotesti tushgandan kerak desanglar, Emin'in dizaynlari bor. Bu 3 metr 4 metrlik gilam. 1 kvadrat 200, ishi durusi 2 million 400 ming so'm pul bo'ladi. 2 million 400 ming so'mmi sizlar oyina 200 ming so'mdan to'lab turib, bu gilamlarimizni xarid etib ketsanglar bo'ladi. Bu aja qaranglar, vobshim dahshat, zo'r. Aslon kilay yo'q. Yuvib siqib ishlataverasiz. O'mirbek yayib tashla. Bunda ipakimizni boshqacharoq dizaynlardan ham bor. Bir qator hozir ularni ham ochib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Sizlar uchun like'larni bosinglar, qarindosh to'g'onlaringizga yuvaringlar, nasiyaga g'oli qarab yurgan odamlarga tasak qo'yinglar. Ko'pchilik odam bilmaydi ekan buni. Endi albatta uyi bor odamlara, ko'pchilik klientlarimiz bor, shustrlar ham gap turibdi, ularga bermaymiz. Kelasizlar bir qator tekshirib, xudo xolasa ko'rib, o'zlaringiz bilan kelishib, o'zlarimiz uyingizga olib borib, döşab, taxlab beraveramiz, xudo xolasa. Emin'in dizaynlaridan ham bor. 3 metr 5 metrlik 15 kvadrat 200 ming so'mga ko'paytiramiz. G'olimizni tan narxi kelib chiqadi 3 million so'm. Oyina 250 dan to'lab yuraverasiz degani. Eminda 300 ming so'mliklardan ham bor, sifati zo'r. İpek g'olimizning nomi Tomaris gilam bo'ladi. Bu 300 ming so'mlik endi ipakimizni. İşi durusi 4,5 million so'm bo'ladi. Oyina 375 ming so'mdan to'lab bu gilamlarimizni xarid etib ketsanglar bo'ladi. Dim chiroyli uyini ochib, keng ko'rsatib turadigan gilamlarimizdan biri. Yana o'pshi uydan ham o'zlaringiz ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Yana durusuna qaranglar. O'zlarimizdan ham bor. Assortiment ko'p. Ko'rib tanlab olaverasizlar. Endi buni yayamiz desak, videolarimiz cho'zilib boraveradi, g'ollarimizni izi ko'p. Uni olish uchun do'konimizga kelasizlar. Bizning manzillarimiz Urganchda, eski mashin bozor yonida. Adres bo'yicha aytganimizni bemalol telefonlashib kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Assortiment ko'p. Birava minni yoqadi. Birava minni dizayni yoqadi. Bir vaqtning o'zida 5-6 klientga bemalol xizmat etib bilamiz, qo'ldan kelganicha endi. Yana minni dizaynlardan ham bor. Kelaverasizlar.